Assalomu alaykum. Efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. Prezidentning hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun tuman shahar hokimliklari faoliyatini tubdan takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Farmonga ko'ra, tuman shahar hokimliklari faoliyatini takomillashtirishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, aholi va tadbirkorlar manfaatlariga xizmat qilish tamoyilini hayotga to'liq joriy etish maqsadida tuman shahar hokimliklarini aholi va tadbirkorlarga kompleks xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy tuzilmaga transformatsiya qilish. Mahalliy ahamiyatga molik masalalarni mustaqil hal etishda tuman shahar hokimliklarining ma'muriy vakolatlarini yanada kengaytirish. Tuman shahar hokimlarining hududiy rivojlanishiga oid ustuvor vazifalari va mas'uliyat doirasini aniq belgilash. 2026-yil 1-yanvardan boshlab tajriba sinov tariqasida yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar maqomidagi 33 ta hamda Surxondaryo viloyatining qolgan barcha tuman shahar respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining belgilangan tuman shahar bo'linmalari tuman shahar hokimliklari tuzilmasiga o'tkaziladi. Tajriba sinov davrida tuman shahar hokimlari respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining tuman shahar bo'linmalari faoliyati ustidan bevosita rahbarlikni amalga oshiradi. Ularga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni samarali bajarishini tashkil etadi. Tajriba sinov davrida hokim o'rinbosarlarining cheklangan soni Surxondaryo viloyati hokimligida 6 nafar, tuman shahar hokimlarida 4 nafar etib belgilanadi. Surxondaryodagi 30 ta mahalla yangi O'zbekiston qiyofasidagi hududga aylanmoqda. Prezidentimizning tegishli qaroriga muvofiq mahallalarda taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi amalga oshirilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatining shahar va tumanlaridagi 30 ta mahalla mazkur dasturni joriy etish uchun tanlab olingan. O'tgan hafta viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ushbu mahallalarda dasturni amalga oshirish bo'yicha taqdimotlar bilan tanishib, mutasaddilar oldiga aniq vazifalarni belgilab bergan edi. Ayni paytda tanlab olingan mahallalarda amaliy ishlar boshlab yuborilgan, jumladan yo'llarni ta'mirlash, ko'chalarni obodonlashtirish, chiqindilarni yig'ish va chiqarish, aholi muammolarini o'rganish hamda ularni hal etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Termiz tumanidagi Qahramon, Sherobod tumanidagi Dehqonariq va Qumqo'rg'on tumanidagi Yangiyer mahallalarida bu boradagi ishlar jadal sur'atlarda davom etmoqda. O'zbekistondagi mobil operatorlar Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda soxta raqamlardan qo'ng'iroqlarni bloklaydigan, telefon firibgarligi va shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishidan himoya qiladigan anti-spoofing texnologiyasi joriy etilganini ma'lum qildi. Bu haqda 17-oktyabr kuni Beeline, 21-oktyabrda esa Mobi.uz xabar berdi. RTV barcha operatorlar texnologiyani joriy etayotganini ma'lum qildi. Bu funksiya avtomatik tarzda barcha abonentlarda ishlaydi va bepul bo'ladi. Anti-spoofing tizimi raqamning haqiqiyligini tekshiradi. Agar xorijdan kelayotgan qo'ng'iroq O'zbekistondagi haqiqiy foydalanuvchidan emas, balki mahalliy sifatida niqoblangan raqamdan bo'lsa, tizim uni bloklaydi deb xabar berdi Beeline. O'zbekiston mobil operatorlarining go'yoki roaming raqamlardan bo'lgan qo'ng'iroqlari ham bloklanadi. Tizim sim-karta yordamida qurilmaning haqiqiy joylashuvini tekshiradi va agar abonent uy tarmog'ida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qo'ng'iroq avtomatik ravishda bloklanadi. Xabarda ta'kidlanishicha, yangilik RTV tashabbusi va ko'magidagi amalga oshirilayotgan telefon firibgarligiga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli dasturning bir qismi hisoblanadi. Mobi.uzning xabar berishicha, anti-spoofing texnologiyasi sentyabr oyida joriy etilgan va bir oydan beri xalqaro firibgarlarning qo'ng'iroqlari bloklanmoqda. Robotli qo'ng'iroqlarni avtomatik blokirovka qilish tizimlari ham joriy qilingan. Tizim avtomatik ravishda qo'ng'iroqlarning haqiqiyligini tekshiradi va shubhali ulanishlarni abonentga yetib borgunga qadar bloklaydi, deyiladi kompaniya xabarida. Bugun gender tenglik faoli milliy tanlovining viloyat bosqichi yakunlandi. Ushbu tanlov jamiyatda gender tenglikni ta'minlash, tashkilotlar faoliyatiga gender yondashuvlarini singdirish hamda bu yo'nalishda jamoatchilik e'tiborini oshirish maqsadida o'tkazildi. Tuman va shahar bosqichlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan tashkilotlar orasida Surxondaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi gender tenglikni ta'minlashda eng faol hududiy tashkilot nominatsiyasida g'olib deb topildi. Bu
yutuq tizimda ayollar faolligini oshirish, xodimlar salohiyatini qo'llab-quvvatlash, rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlar ishtirokini kengaytirish borasida olib borilayotgan izchil ishlarning e'tirofi bo'ldi. Taqdirlash marosimida g'oliblarga viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan sertifikat va esdalik sovg'alar topshirildi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida Dubaydagi xalqaro o'rtoqlik turnirida qatnashadi. Turnirda O'zbekistondan tashqari jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan Eron, Misr va Kabo-Verde terma jamoalari ishtirok etadi. Uchrashuvlar An-Nasr klubiga qarashli Al-Maktum stadionida bo'lib o'tadi. 14-noyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi Misrga qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs natijasidan qat'iy nazar Kabo-Verde yoki Eron bilan bahslashadi. Yarim final juftliklarida yutgan finalda mag'lubiyatga uchragan jamoalar 3-o'rin uchun bahsda ishtirok etadi. Kabo-Verde hamda Eron jamoalari o'rtasidagi bahs 13-noyabr kuniga belgilangan. 3-o'rin uchun kechadigan bahs 17-noyabr, final uchrashuvi esa 18-noyabr kuni bo'lib o'tishi belgilangan. Barcha uchrashuvlar Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha, 23-oktyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Kechasi 8-13, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.